Universitetda 5 ta o'rin bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi. Birinchi o'rin universitet faqat o'qitadi, ikkinchi o'rin o'qitadi, amaliyot qildiradi, uchinchi universitet 3 konsepsiyasida o'qitadi, amaliyot qiladi, ilm qildiradi, universitet 4 ta o'qitadi, amaliyot qildiradi, ilm qildiradi, ilm mahsulotini olib sotadi. Beshinchisida o'zini zavodi bor, ishlab chiqarish qiladi. Misol uchun Colgate zubnoy pasta kompaniyalari, Procter & Gamble kompaniyalari xuddi shunaqa universitetda zavodi. Colgate'lar shunaqami? Ha, universitet yaratgan, universitet butun dunyoda mana shunaqada. O'sha olimlar yaratgan, talabalar ustida ishlaydi, ular zubnoy pastani qaysi biri milk kasalligiga qarab, boshqaga qarab ming xil turlarini yaratadi, laboratoriyada ishlab chiqaradi, uni sotadi, tushgan pulni yana laboratoriyaga tikadi, mana shunaqa qilib yashaydi. Ha, tushundim. Demak, Shuhrat aka O'zbekistondagi universitet toifasi bilan ertaga universitet toifasi umuman boshqa ekanda. Bizda ishga kirish uchun diplom uchun o'qishadi. U yoqda umuman boshqa narsani bajarib beryapti.